Oyi, ba'zi qaynonalar kelinlariga zulm qilishadi. Uni kamchiliklaridan dod-foy qilishadi. Shu holatga kichkina izoh berib o'tib ketaman-da. Men o'ylayman, agar inson kun davomida nima bilan band bo'lsa, shuni talabi kattaroq bo'ladi, ya'ni talabida bo'ladi. Ba'zi mana shunday qaynonalar agar kun davomida ilm bilan, bir kitob bilan, kitob o'qishlik bilan agar band bo'lishganda, menimcha o'sha kelinlaridan ham talab qilib olinadigan narsalar shu bo'lardi-da. Demak, inson kun davomida bekorchi narsalar bilan bandmi? Demak, o'sha kelindan ham xuddi shu narsalarni talab qilib oladi. O'shaning uchun ham bizani kelinlar faqat ishda zo'r, ovqatlarni qoyil qilishadi, xamirlarni zo'r yoyishadi, hamma yoq zo'r, chiki-chiki tozalashda zo'r. Mana shu narsalarda zo'r, lekin ilmga kelganda oqsoq. Eng katta asosiy muammo-da bu. Bekorchi narsalar bilan ovora bo'lmaydigan qaynona bo'lsa, keliniga yetadi deb o'ylayman-da. Qo'ying, kelin, bugun qiyin ovqat qilmang. Kecha qildingiz-ku, kuningizni o'tkazib, vaqtingizni o'tkazib, nima qilasiz? Hozir ertalabdan kechgacha shu xamir yoyasizmi? Bo'ldi, yedik, bo'ldi, qo'yavering, boring. Kitobingizni o'qing, boshqa qiling deb aytadi deb o'ylayman.